Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 nol tahriri Brest korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi qo'shilgan qiymat soliq hisobotini shakllantirish va tegishli soliq organiga yuborish. Hisobotni shakllantirish uchun отчет menyusidagi reglamentированный отчет bo'limiga kiriladi. So'ngra yuqoridagi sazza tugmasini bosamiz. Quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada o'zimizga kerakli soliq hisobotini tanlab olishimiz mumkin. Deylik, расчет NDS. Ushbu ochilgan oynada organizatsiya qismida qaysi tashkilot uchun biz qo'shilgan qiymat soliq hisobotini shakllantirayotgan bo'lsak, o'sha organizatsiyani, ya'ni tashkilotni tanlab qo'yamiz. So'ngra pastdagi qismda esa oylik hisobot bo'lsa, messis qo'yiladi, agar kvartal hisoboti bo'lsa, kvartal qo'yiladi. So'ngra period qismiga o'tamiz va qaysi oy uchun hisobot shakllantirayotgan bo'lsak, o'sha oyni ko'rsatamiz va sazza tugmasini bosamiz. Birinchi navbatda titulni list, ya'ni FXS to'lovchisi bo'yicha ma'lumotlar chiqadi. Ushbu ma'lumotlarga qanaqadir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak, spravichniki menyusidagi organizatsiya bo'limidan tashkilot ma'lumotlari o'zgartiriladi. So'ngra bizga agar qo'shimcha parametr kerak bo'ladigan bo'lsa, еще tugmasini bosamiz va настройка bandiga o'tib, quyidagi qatordan parametrlarni sozlashimiz mumkin. Отображать summa qatorida o'zimizga kerakli miqdorni tanlab qo'yishimiz mumkin va pastdagi отключить счетчик страницы va отключить автоматический расчет va отключить выбор значений из списка va проверять соотношение показателей при печати и выгрузке. So'ngra заполнять registr по registr bo'yicha yorliqlarni o'rnatishimiz mumkin yoki shu holda ham qo'ysak bo'ladi. Agar verguldan so'ng bizga qo'shimcha xonalar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyida знаков после запятой qismida quyidagicha ko'rinishda o'zgartirsak bo'ladi. Saqlanib. Endi esa расчет qismiga o'tamiz, ya'ni QXS hisob-kitob bo'limi. Ushbu qo'shilgan qiymat solig'i hisob-kitob bo'limida 0-satrda расчетga olinadigan, ya'ni soliq davrida hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi aks ettiriladi. Ushbu summa 3-ilovaning 0,40-satridan 6-ilovaning 0,4-satr ayirmasiga teng. Ko'rishimiz mumkin. Deylik, 3-ilovadagi 0,40-satr, so'ngra 6-ilovaning 0,30-satri ayirmasi. Keyingi, ya'ni 0,20-satr kodi esa tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish apparati bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisoblanadi. Ushbu summa qismida 1-ilovaning 4-ustuni 0,10-satri ko'rsatiladi. So'ngra 1-ilovaga o'tamiz. 1-ilovada soliq davridagi tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylamalar ko'rsatilgan bo'ladi. Quyida 0,10-satrda soliq hisoboti davrida jami realizatsiya qilingan tovarlar обороти va qo'shilgan qiymat solig'i summasi ko'rsatiladi. Keyingi 0,1-satrda esa onlayn shot faktura orqali sotilgan tovar va xizmatlar summasi ko'rsatiladi. Keyingi 0,1-qatorda esa chakana savdo bo'yicha sotilgan tovarlar va xizmatlar summasi va qo'shilgan qiymat solig'i ko'rsatiladi. Keyingi 0,03-satrda esa realizatsiya tovarov через eksport, ya'ni eksport orqali sotilgan tovarlar summasi ko'rsatiladi. Quyida 0,071-qatorda QXSdan ozod qilinadigan aylanmalar ko'rsatiladi. Ushbu QXSdan ozod qilinadigan aylanmalar приложение 2, ya'ni 2-ilovada ko'rsatilgan bo'ladi. 2-ilova soliq davrida qo'shilgan qiymat solig'ida ozod qilinadigan va 0 darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadigan tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmalar ilovasi hisoblanadi. Quyida ko'rganimizdek, ana ushbu summa 1-ilovadagi 0,1-071-satrda ko'rsatilgan. So'ngra 0,1-0,9-satrga o'tsak, 0,1-0,9-satrda tovarlarni import qilishda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash maqsadida tovarlarning bojxona qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi o'rtasidagi ijobiy farq summasi ko'rsatiladi. Ushbu summalar ro'yxatini продажи menyusidagi продажи ниже таможенной стоимость bo'limiga kirish orqali ko'rsak bo'ladi. Bunda period отчета qismida kerakli hisobot davri tanlanadi va organizatsiya qismida tashkilot ko'rsatib qo'yiladi. So'ngra sformulyat tugmasi bosiladi. 0,1-0,8-satr esa bozor qiymatidan past narxda realizatsiya qilingan tovarlarning bozor qiymati va qo'shilgan qiymat solig'i kiritilmagan holda realizatsiya qilish narxi farq summasi yoziladi. Ushbu summa ham продажи menyusidagi продажи ниже себестоимость bo'limiga kirib, quyidagi hisobot davrini tanlab, organizatsiya, ya'ni tashkilotni tanlab olamiz va sformulyat tugmasini bosib ushbu qatordan ko'rishimiz mumkin. Ushbu 0,1-0,9-satrdagi summa bojxona qiymatidan past narxda sotilganda aks ettirilishi yoki to'ldirilishini aytib o'tdik. Ushbu bojxona qiymati qayerdan shakllanadi? Buning uchun покупка menyusidagi GTD по импорту bo'limiga kiramiz. So'ngra ushbu qatorda quyida razdel GTD qismiga o'tsak, har bir tovar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i summasi mavjud. Ushbu qo'shilgan qiymat solig'i summasidan past narxdagi qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha realizatsiya qilinsa, tovarlar ushbu ko'rsatilgan qo'shilgan qiymat solig'i summasidagi summadan past narxda, ya'ni past narxdagi qo'shilgan qiymat solig'i summasi bo'yicha sotilsa, ushbu 0,1-0,9-satr to'ladi. So'ngra 2-ilovaga o'tamiz. 2-ilova soliq davrida qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadigan va 0 darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadigan tovarlar va xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmalar ilovasi bo'lib hisoblanadi. Ushbu ilova продажи menyusidagi realizatsiya bo'limiga kirsak, realizatsiya menyusida hujjatlarning birining ichiga kiramiz. Ko'rib turganimizdek, quyida BZND summa turibdi.
Ushbu imtiyozni quyida dogovor, ya'ni shartnoma ichiga kirib, pastdagi vid расчетов va vid ligota qismlarida ko'rsatamiz. Vid расчет qismini показать все tugmasini bosib, создать tugmasini bosish orqali ushbu qatordan o'zimizga kerakli bandni tanlab, vid расчетовni tanlashimiz mumkin. Xuddi shuningdek, vid ligota qismi ham qaysi qonunchilik bo'yicha to'g'ri kelayotgan bo'lsa, o'sha qonunchilik bo'yicha imtiyoz turi tanlab qo'yiladi. So'ngra hisobotga qaytamiz, 3-ilovaga o'tamiz. 3-ilova hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisob-kitobi mazkur ilova o'sib boruvchi yakun bilan to'ldiriladi. Bu ilovada 0-satrda jami hisobga olingan summa va uning qo'shilgan qiymat solig'i. 0-1-satrda esa ushbu hisobot davri bo'yicha bojxonaga to'langan jami qo'shilgan qiymat solig'i summasi. 3-ilovadagi 0-1-12 hisobga olinmaydigan tovarlar, xizmatlar bo'yicha, ya'ni 0-1-121 va 0-1-24-satrlar yig'indisi bu qatorni поступление tovarов, avansiy отчет, покупка по корпоративной karta va boshqa hujjatlar orqali shakllantirishimiz mumkin. Va покупкаga o'tamiz. Поступление aktini qilamiz va iyun oyiga kiramiz. Va quyida qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olmaslik uchun yuqoridagi ND sverxu giperxovlasini ustiga bossak quyidagi oyna ochiladi. Ushbu ochilgan oynada NDS выключать весь стоимость bandiga yorliq o'rnatiladi. So'ngra провести закрыть tugmasini bosamiz va hisobotga qaytamiz. Hisobotga qaytganimizdan so'ng заполнить tugmasini bosadigan bo'lsak, quyida mana summamizni ko'rishimiz mumkin, o'zgardi. 3 milliondan 4 millionga o'zgardi. 3-ilovaning 0-20-satrida mutanosib usulda aniqlanadigan hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi aks ettiriladi. 0-30-satrda esa alohida usulda aniqlanadigan hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi aks ettiriladi. Alohida yoki mutanosib usulda ko'rsatishimiz uchun покупка menyusidagi bironta bir hujjatga kiramiz. Deylik, поступление акт накладный yoki поступление доп. Расход yoki avansiy отчетlarga kirishimiz mumkin. Shuningdek, quyida разделный учет входящий NDS qismiga o'tiladi va заполнить tugmasi bosiladi. Ushbu облагаемый по базовой ставка bandida quyidagi summa ko'rsatiladi. Shundagina qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti alohida usulda yuritiladi. Agar biz proporsionalniy metodda yuritmoqchi bo'lsak, quyidagi разделный учет входящий NDS qismi ko'rsatilmaydi. Xarid qilingan tovarlar, xizmatlar bo'yicha hisobga olinadigan qo'shilgan qiymat solig'i summasi 0-40-satrda ko'rsatiladi. Endi esa 4-ilovaga o'tamiz. 4-ilova qabul qilingan shot fakturalar bo'yicha reyestr hisoblanadi. Quyida bizga shot faktura yuboruvchi tashkilotning nomi, tashkilotning stili va shot faktura nomeri, shot faktura sanasi va qo'shilgan qiymat solig'isiz jami summasi, so'ngra qo'shilgan qiymat solig'i summasi ko'rsatiladi. 8 va 9 qatorlarda esa hisobga olinmaydigan qo'shilgan qiymat solig'i summalari aks ettiriladi. Ushbu summa quyidagi 8 va 9 strakaga tushishi uchun hozir ko'rsatganimizdek покупка menyusidagi nomер hujjatni ichiga kirib, NDS выключать весь стоимостьga yorliq o'rnatishning o'zi yetarli. Quyida на начальный отчетный период qismi ushbu soliq hisobotidan oldingi soliq hisoboti выгрузка qilingandan so'ng to'ladi. Endi esa 4-ilovaning 2-tablitsasiga o'tamiz. Ushbu 4-ilovaning 2-tablitsasi realizatsiya qilingan tovarlar va xizmatlar bo'yicha shot fakturalar ro'yxati hisoblanadi. Quyida ko'rishimiz mumkin. Birinchi qatorda tartib nomeri, so'ngra biz realizatsiya qiluvchi tashkilot nomi va tiri, so'ng shot faktura nomeri va shot faktura sanasi, so'ng shot faktura qo'shilgan qiymat solig'isiz summasi va qo'shilgan qiymat solig'i summasi va jami qo'shilgan qiymat solig'i bilan summa aks ettirilgan bo'ladi. Yuqoridagi итог за предыдущий отчет период qismida o'tgan davrdagi summalar aks ettirilishi kerak. В том числе возмещение расход qismi esa quyidagi возмещение расходов hujjatini shakllantirish orqali to'ladi. Ushbu hujjatni shakllantirish uchun продажи menyusidagi realizatsiya bo'limiga kiramiz va realizatsiya tovar uslug komissiyada quyida agentlik uslugi qatorida возмещение расходовga yorliq o'rnatilgan bo'lishi kerak. Va quyida qo'shilgan qiymat solig'i summalari va kontragent ko'rsatilgan bo'ladi. итог за предыдущий qismi o'sib boruvchi yakun bilan to'ladi. So'ngra приложение 4ni 3-tablitsasiga o'tamiz, ya'ni 4-ilovaning 3-tablitsasi. Ushbu 3-tablitsa tovar va xizmatlar komissiya bo'yicha realizatsiya qilinganda to'ladi. Buning uchun bu ham продажи menyusidagi realizatsiya akt накладный bo'limiga kiriladi. So'ngra tovar sotilganda quyida 004-1 kodi bilan ko'rsatilishi kerak. Ushbu qator quyidagicha to'lishi mumkin. Buning uchun продажи menyusidagi realizatsiya akt накладный bo'limiga kiramiz va shot uchoti qismida 004-1 shoti tanlangan bo'lishi kerak. Shundagina ushbu qator to'ladi. So'ng 5-приложение, ya'ni 5-ilovaga o'tamiz. 5-ilovada PXI summasiga tuzatish kiritish soliq to'lovchi bo'lmagan shaxs soliq to'lovchi sifatida maxsus ro'yxatga olish hisobiga qo'yilganda, soliq to'lashdan ozod etish bekor qilinganda va o'tgan kalendar yilda import qilingan tovarlarni olib kirish chog'ida to'lov kechiktirilganligi sababli to'lanmagan summaning hisobot davrida bojxona organiga to'langan qismini hisobga olinadigan hamda ilgari hisobga olinmagan soliq kodeksining 269-270 moddalarida nazarda tutilgan hollarda PXI summasini hisobga olish reyestri hisoblanadi. Ushbu ilova qo'lda to'ldiriladi. Och yashil qismida ma'lumotlarni o'zimiz kiritamiz. Shunga qarab yuqoridagi to'q yashil o'zi avtomatik ravishda to'ladi. So'ngra 5-ilovaning 2-qismiga o'tamiz. Bu 5-ilovaning 2-qismi hisobga olish uchun qabul qilingan qo'shilgan qiymat solig'i summasini soliq kodeksining 266, 267, 269, 271-moddalariga asosan hisobdan chiqarish reyestri hisoblanadi. Ushbu ilova ham qo'lda to'ldiriladi.
och yashilga yozilgan summalar to'q yashilda ko'rinadi. So'ngra 6-ilovaga o'tamiz. 6-ilova yil boshidan tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylamalar hisoblanadi. Aylamalar ilovasi hisoblanadi. 0-0-13-satrda yil boshidan shu kungacha bo'lgan realizatsiyalar summasi ko'rsatilgan bo'ladi. 0-1-0-satrda esa bazaviy stavka qo'llaniladigan aylamalar, 0-1-0-2da esa KXSdan ozod qilinadigan aylanmalar ko'rsatiladi. Quyida ko'rsatilgan summalarning foiz ko'rinishi 0,201 va 0,202 qatorda ko'rinadi. Yuqoridagi 0,1-0,3 satrda 0 darajali stavka qo'llaniladigan tovarlar eksportidan tashqari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilish joyi deb e'tirof etilmaydigan xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha aylanmalarda eksport summasi ko'rsatiladi. Xuddi shuningdek 0,104 va 0,141-satrlar ham. Quyida biz eksport bo'yicha ma'lumotlarni to'ldirish uchun продажа menyusidagi realizatsiya bo'limiga kiramiz. Valyutadagi summani ichiga kiramiz va quyida NDS qismida qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 0% bo'lishi kerak va dogovor qismiga o'tamiz va dogovor qismida, ya'ni shartnomada Pedrashotov qismida quyidagilardan 0 realizatsiya по ставке NDS 0 за валюту на экспортda bo'lishi kerak. Va quyidagi bandlardan eksport uchun o'zimizga kerakli bandni tanlab qo'yishimiz mumkin. Realizatsiya na eksport. So'ngra vid ligota qismi ham xuddi shunaqa tanlab qo'yiladi. So'ng pastga tushamiz va realizatsiya na eksportga yorliq o'rnatamiz. Записать закрыть. So'ngra поступление valyutный virusga qismiga o'tamiz va добавить tugmasini bosib, quyida tushgan summani ko'rsatishimiz mumkin. Tushgan summani ko'rsatganimizdan so'ng провести закрыть tugmasini bosamiz va qayta заполнить tugmasini bosamiz. Заполнить и сохранить. Mana ko'rishimiz mumkin, o'zi avtomatik ravishda quyidagi 0,1-0,42, 0,1-0,43, 0,1-0,41 satrlar to'ldi. Shuningdek, pastdagi 0,2-0,4da tovarlar realizatsiyasi bo'yicha eksportda qancha foiz eksport bo'yicha sotganimiz ko'rsatilgan. So'ngra oxirgi ilovaga o'tamiz, распределение вычетов. Ushbu распределение вычетов qo'shilgan qiymat solig'idagi avans shoti va qarzdorlik shotlarini bir-biriga yopish uchun ishlatiladi. Buning uchun заполнить распределение вычетов va распределение вычетов tugmalari bosiladi. Agar soliqlar sozlamasida faqat zakrit emas, ya'ni oy yopish orqali yopiladiganga yorliq o'rnatilgan bo'lsa, quyidagilarni to'ldirish shart emas. Ushbu nastroykani bilish uchun справочники menyusidagi налоговый отчеты bo'limiga kiramiz. So'ngra NDS bandida quyida zachot NDS qismida yorliq o'rnatilgan bo'lsa, quyida распределить qilib вигрузка qilish shart emas. Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, har bir oyni shunaqa заполнить qilib распределение вычетов qilinadi va работы bandidan подготовленияga o'zgartiriladi. So'ngra записать X tugmasini bosamiz va shakllantirgan qo'shilgan qiymat solig'i hisobotimiz quyidagi отчетimiz hujjatlar qatoridan ko'rinadi. Ushbu hujjatni вигрузить qilamiz. So'ngra keyingi ishimiz вигрузить tugmasini bosib, da tugmasini bosamiz va yuqorida kerakli oy tanlab qo'yiladi. So'ngra записать debit kredit tugmasini bossak, провести quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ngra ushbu oynadan chiqamiz va quyida yaratgan вигрузить va quyida shakllantirgan вигрузкamiz отчеты menyusidagi вигрузить регламентированных отчетов bo'limida ko'rinadi. Ko'rishimiz mumkin. Debit kredit tugmasini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkani qayta ko'rishimiz mumkin. Agar bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chop etib olishimiz mumkin yoki yuqoridagi сохранить tugmasini bosib, o'zimizga kerakli formatda kompyuterga saqlab qo'yishimiz mumkin.